Assalomu alaykum hammaga. Bugun pavidlali pirog pishiramiz. Hamma yaxshi ko'rgan piroglardan bittasi. Va torti pirog desa ham bo'ladi uni. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Unimizni idishga sovolib, unga sariyog' yoki margarin qo'shamiz. 3 stakan 200 millilitrli stakandan 3 stakan sovoldim va 150 gram margarin kerak bo'ladi. Buni hammasini xona haroratida bo'lishi kerak. Aralashtirib olamiz. Yaxshilab bir-biriga yedirib tashlash kerak bo'ladi. Qizlar xamirimizga shakar ham solinadi. Shakar idishim o'zi mamta turgani uchun alohida stakanga solmagan edim. 300 gram shakar solinadi. Idishimda taxminan shuncha shakar bor. Shakarimizni solib, margarinli aralashmamiz bilan aralashtiramiz. Juda ham yaxshi xamir bo'ladi bu. Menga eng yoqqan xamirlardan bittasi desa ham bo'ladi. Pisochni pishiruvlarga juda ham yaxshi. Mana bo'ldi. Vanilin bilan razrıhlitildan bir pochka sovolamiz. Xohlasanglar ozginagina qaymoq sovorsanglar bo'ladi, taxminan 2-3 osh qoshiq. Agar yo'q bo'lsa solish shart emas. Endi ikkita tuxum solamiz va xamir qorishni boshlaymiz. Qizlar mana xamir forma olishni boshladi. Unni qaranglar, agar stakaninglar bo'lmasa, 200 ml stakaninglar bo'lmasa, tarozida o'lchanglar, taxminan 400 gram un ketadi. Plus minus 410 ketsa kerak. Qizlar mana xamirim tayyor bo'ldi va ikkiga bo'lib olaman. Bir qismini ustida ishlatish uchun ajratib qo'yaman, bir qismi esa teyda xamir, ya'ni pirog tey uchun ishlataman. Pirog pishiraman bu xamirdan. Bu xamirdan pechenyelar pishirsa bo'ladi. Har xil pisochni pishiriqli pishirsa bo'ladi. Bemalol ishlataverasizlar. Hozir men paket olib bilan solaman. Mana kichkinaroq qismini kichkinaroq paketga solib yoyib olamiz. Tezroq muzlashi uchun. Va shundoqligicha muzxonaga qo'yib qo'yamiz. Bunisini esa buni ham shundoq paketga solamiz va buni pastga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Bittasini muzxonaga, bittasini xolodilnikka qo'yasizlar. Bu xolodilnikda yarim soat tinishi kerak. Bunisi esa morozilkada muzlashi kerak. Qizlar xamirim tindi. Endi xamirimni listga yoyib olishim kerak. Mnogorazовый pergamentni qog'oz ishlatdim bu safar. Buni yuvib ishlatsa bo'ladi. Qizlar mana qo'lim bilan yoyib chiqishga harakat qildim. Yoyib bo'lgandan keyin bunga jam qo'yib olamiz. Men oriyli jam ishlatyapman. Bu oriylikka qaramasdan sal-pal kisliroq. Ya'ni taxir mazasi bor deyiladi. Kisli taxir bo'ladi o'shanda. Xullas, sal-pal kisliroq. Kisli jam ishlatsanglar bo'ladi. Yoki tvorog ishlatsanglar ham bo'ladi. Agar tvorojniy pirog qilmoqchi bo'lsanglar, tvorog zo'r ketadi bunda. Bu jam menga rosa yoqdi. Ko'p narsada ishlatyapman. O'zinglar ham ko'ryapsizlar. Mazasi rosa yaxshi ekan. Lekin обязательно jam ishlatinglar, murabbo ishlatmanglar, chunki murabbo suv chiqib oqib ketadi. Jamlarning suv chiqmaydi. O'shaning uchun jam ishlatganinglar ma'qul. Qizlar mana jam surib chiqdim. Mana shu banachka menga yetdi. Bu yerda 370 gram ekan. Mana o'lchovi 40 cm ga 28 mi shunaqa, taxminan shunaqa edi. Endi boy olib qo'ygan xamirimizni ustiga qirg'ichdan chiqarib olamiz. Ozgina sindirib oldim.
Mana tayyor bo'ldi. Endi buni 180 darajada usti qizarguncha pishirib olaman. Qizlar, pirog pishdi. Pirogga endi taxminan 3-5 minut sovutib olish kerak. Sal-pal sovigandan keyin ustiga saxarni pudra sepish kerak bo'ladi. Xohlasanglar sepmasanglar ham bo'ladi, lekin saxarni pudra bilan yana ham chiroyliroq ko'rinishga ega bo'ladi va yana ham mazaliroq bo'ladi. Saxarni pudra sepib bo'lgandan keyin yaxshilab sovishini kutishimiz kerak, chiroyli kesilishi uchun. Men sovimasdan kesdim va ozgina ba'zi joylari darz ketdi, lekin soviganda kesganingizda bir tekis bo'lib, chiroyli bo'lib kesiladi. Kesib bo'lgandan keyin ichlarini ko'rsataman sizlarga. Juda ham mazali va juda ham ajoyib xushtam piroglardan bittasi. Sizlarga ham ilindim. Tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlab ko'rganingizdan keyin обязательно отзыв qoldirsanglar juda ham xursand bo'lardim. O'ylaymanki videom sizlarga foydali bo'ldi deb. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.